Uchinchi tugruq bosqichi – platsentaning ajralishi. Bola tugilishi bilan tugruq yakunlanmaydi. Tugruqning uchinchi bosqichi boshlanadi – yo'ldosh tugilishi. Yo'ldosh – bu sizning bolangiz butun vaqt davomida joylashgan halqacha. Tugilgandan keyingi platsenta amniotik membranalar va kindik ichakchasidan iborat. Odatda yo'ldosh bola tugilgandan keyin 5-30 daqiqa ichida ajraladi va ideal holatda yo'ldosh tugruqchi ayolning kuchangan vaqtida chiqishi kerak. Ammo bu sodir bo'lmasa, shifokor birinchi navbatda chaqaloqni ayolning ko'kragiga qo'yishga harakat qiladi yoki ko'krak uchlarini qo'lda stimulyatsiya qiladi. Agar bu yordam bermasa, oksitotsin preparati yuboriladi va bachadon massaji qilinadi. Agar yo'ldosh 30 daqiqa ichida ajralmasa, operatsiya qilinadi. Yo'ldoshni qo'l bilan ajratish, bu esa tomir ichiga anesteziya berilgan holda amalga oshiriladi. Tuqqan ayolga og'riqsizlantirish qilinadi va shifokor ehtiyotkorlik bilan qo'li bilan bachadon bo'shligiga kirib, yo'ldoshni chiqarib oladi. Yo'ldosh ajratilgandan so'ng uning barcha bo'laklari bor-yo'qligi tekshiriladi. Pardalar va kindik ichagi ko'riladi. So'ngra gistologik tekshiruvga yuboriladi. Muhimi, yo'ldoshning barcha qismlari chiqqaniga ishonch hosil qilish kerak, chunki ularning bachadonda qolishi infeksionalliklanish jarayonlari va qon ketishiga olib kelishi mumkin. Tugruqning so'nggi bosqichi haqida ham bilish juda muhim, chunki ko'plab ayollar shifokorlar to'satdan ularning ko'krak uchlarini stimulyatsiya qilishni yoki yo'ldoshni qo'l bilan ajratishni boshlaganda qo'rqib ketishadi. Tugruqning barcha bosqichlaridan xabardor bo'ling va hech narsadan qo'rqmang. Shifokorlarning o'zlari ham sizning sog'ligingizni saqlab qolishga manfaatdor.